Yaxşımı? Ben chetga chiqib 1 yil bilim oshirib kelgan bo'ldim. Nima? 1 yil chet el bilim oshiram dekansan? Shundaq. Bayatın doktorxon boshliq shundaq dedi. Endi dadam bilan bo'g'ashni qana qilsa? Bu ishni advokat bir taraf qilsa bo'lar ekan. Hey, mushunday vaqtda bizni tashlab qo'yib ketamsa? Barcha avorchilikni bizga tashlab qo'yib, chet elda yashaysan degina? Qaysarg'u maoshini berib qutulsin. Men juma qana qilaman? Achchiqlanma nada. Shu qanday qilish to'g'riliq sen bilan maslahatlashga telefon qildim-ku. Ovozing chet elda yashaydigandek chiqyapsa, Bağınbamdiya. Bu men uchun yaxshi fursat edi. Obdan fursat deb qo'y. Unda xo'schi bu fursatni ching tutib ol ukam. Jumo? Bo'ldi, o'zimning ishini o'zim bir taraf qilay. Maydi, turmushimni o'xshaydigan ish qo'y shu. Men mi o'ylashamdim? Men sana ilk bol. Men tamamlaşmasını sizga ko'rsatay. Ya? Bey? Ben mi o'ylashamdim? Oy, direktor, sizning chiqqaningizni sezmay qolibman. Dadangiz talab qilgan pulni berib yutamsiz ya. Oy, direktor, menda nada unchola pul bo'lsin? Bankadan o'simini to'layolmayapsam. Oy, kechiring. Bu gaplarni sizga topshiribman. Menga demisangiz kimga deysiz xislat? Ha? Mening hamma ishimni siz bilsangiz bo'ldi. Sizning ishingizni men bilsam bo'lmamda. Voy jon direktor, men oralib turyapman. Bo'ldilar, siz oraga kirmang bo'lamdi. Shu men yulining dedim-ku. Yulini? Ha? Kechiring. Men bunda qilmayman. Men bunda qilib ko'nmabdi ekanman. Hem hozirdan boshlab kuning? Kuni? Merhamet. Ha, kilo. Aşk. Vay be, çilerek oturup baksana eskisiler. Ha, kilo. Ha, bo'ldi, hech qisi yo'q. Voy, bo'ldi. Men de. Voy, bo'ldi, hech qisi yo'q. İnsanlar otursalar, o'zaro yerdan bilan o'tirdi hislat. Odam bilan odam. Shunaqmi? Oy, siz nima demoqchi? Men demoqchi, siz yerdan muhtoj bo'lganda tamamen menga yerdan kuchingiz bo'ldi. Menga yuransiniz bo'ldi. Ha? Men tayansınız nima bo'ldi endi? Meni to'qqa. Ha? Voy, chaqmam direktor. Voy, bisimiz yeniklab qoldi. Direktor, qilsam bo'ldi. Bisimiz yeniklab qoldi, rasmi sinab qildi. Buyruqmi? Mushkim buyruq yetamda. Hamma ishga buyruq qilamda. Alloh bo'lsa, hech qanday maqsad yo'q shunaqmi? Bunga nima maqsad ketudamda? Bisimiz biza yeniklab qolamiz dedim shu. Ben fakat... Vay. Ya ama işiniz dolu kız geleceğim ha. Ha bunu ha.
Keldingizmi Ayminjon? Ben material alıp geldim. Sizler siz çıkıp bir nimine qilib bir chiqqandiki sizlarni tushundingizmi? Chiqishingizni qilaman. Canım. Emin kattep. Yakın vaqtda kelding ha. Kela o'tga. İçeri bir o'tga. Opa, nimdiniz chatdalga? Ha, chatdalga. Amsarisichu. Advokat bir taraf qildi. Unda ixtiyosumning ko'ngli yerim bo'lmamdi. Huy, nima ko'ngli yerim bo'ldi? Chatdalda qo'ydigan tursa. Opa, menchi biz yana qaynatamni uyga 3 oy tursak bo'lamdiki deyman. Voy, siz saqmi ya? Nimishqa o'zingizga avarchiq topsiz bola. Nima demganda Jasurning og'zi ko'p tursa. Bo'ldi. Mening deganimdan qilinglar. Sizni qo'ying. Ajab yer. Vallahi nima o'ylayotgandi hozir? Menimcha va sizlar oyni bir oz qisqa berib qo'ydik qanday. Biz shunday qilsak olimga. Ular og'irlashning nimaligini bilmay qoldi. Şah. Bu ağlımka bu yanıp tutuldunuz mu? Şahmat tutuvergen bilen Vallahi'nin ko'nglini utanmay kelyapti menda. Ağlımka menimcha bolalarimiz chuqum qilganlarga pushaymon qilib yanangizga qaytib keladi. Shunday bo'la. Özleri qaytib kelish bilan tan ko'ngillarimi qaytib kelgan bo'lsa pek yaxshi bo'ladi deb qoldim. Odam degan shunday beg'araz narsaga olingan. Qo'lidagi narsaning qadrini shu narsadan ayrilganda ondan his qiladi ekan. Ammo dadam hayot haqida qadriga yetmabdi ekanman. Hem de bakay desem o yok. Qanday qilsam bo'lar? Voy, yaxshimi? Hada yaxshimi? Bu yerga kelib qolibsiz-ku. Men shu, bu yerga ko'chib kelib turishni sinab boqay deyotam sizga. Nima? Men bir yo'lovchi. Mening demoqchi bo'lganim, inson degan dunyoga bir kelib bir ketadigan mehmon. Shuning uchun odam ko'nglida nimani o'ylasa, shuni qo'l selib qilib beqish kerak. Balkim qiynotingizning yenida turishga siz eng loyiq kelishingiz mumkin. Lekin ada bu uzun o'tmay o'zingizning to'g'ri qilganligidan rozi bo'lib qolsiz. Shuning uchun tezroq ko'chib kelinglar. Keyin voy esi degan bilan o'rniga kelmaydi. Juma, mening gapimni yaxshiroq o'ylash kerak.
Kırım. Dada. İlk turmuş şartını başka şartga alıştırsak bulamı? Baksak, Kayseriga o'xshash men har oyda pul to'lay. Yoqimizchi, chiqimini men chiqiray, sayohatga kelamsan ya. O'shda qilaylik-ku, dada. Bo'lmaydi qizim. Voy, dada. Men bu ishlarni advokat bilan allburun kelishib olgan desam, ya bu siz ber meni advokatim bilan ko'rishing. Voyjon, dada, nimanda odamni qiynaydigansan? Men sizga dedim-ku. Siz bilan men bu gapni deyishamayman. Advokatim bilan ko'rishing. Voyjon, dada, nimanda? Da. Siz zodi meni dada o'rinda ko'ramsiz. Voyjon. Acha, kirsam bo'lamdi? Kira. Ay, nima ish qildingiz? So'zlashgil bo'ldimi ya? Dadam bilan yangicha deyisholmasdi. 3 ay ichida turmushimni o'ylashga tegdim. Bu qanday mumkin bo'lsin? Qalğaç markalı sopun paraşoki vətib erkin çıxırırsın. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdarligini olgan Ot Arzusi filmidagi Tilat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sarığı mal qapqını almaqsa emasmi mana to'xta? Chiqdimi? Chiqdim. Ha. Qo'y, nima cheqi? Bu nima bir qizib chirqilib yonmaydi-ku. Uni bosdim mana. Nima yondimi? Yong'anda qildi. Voy, bu nima bo'lgandi? Bo'lmoqda. Bo'lmoqchi hozir mana asqol. Ha, men ustim, maqdi bo'lmaydi. Endi bosa. Bosdim, men bo'ldimi? Voy. Acha, men qara o'tir. Ha, bo'ldi. Chiqma. Ha, chiqyapsizlar, yaxshi. Men boramda. To'xtatinglar. Ana yo'q. Yaxshi, to'g'ri. Bo'ldimi? Ha. Dada, tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Bo'lmadi, qaytdi. Dada, tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Dada, Tug'ilgan kuningga qaysi narsa? 3, 2, 1. Dada, tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Dada, menga shundoq salomat turg'in, sino salomat bo'lsin. Seni hammadimdek men siyman. o aka ona tapmasdan alamayız aka bu ne? Bunda oyunlara seni getiremez. Dada, tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Men siz akşamni beklab yaxshi ko'rmaysiz-ku. Ömrü xuddi hamma aytgan rahmani tekisdek uzun bo'lsin. Shunday xuddi o'zlariga sifat soqmoqdek qattiq bo'lsin. Yana
Sen bizni bakımın da ettiğin kopup, keşfedip, sokmak yasakta çapak atlatsa, ben çokum kelgisi, teşvikse, nurgul kol tepeksin, yaxşı bakım mecbur da. Of, değil de lan. Ya. Abi ya oyunu belirgen ama bu devasa. Oy, insan biraz dinlerse. İşte babayı zaten Dada. Bu hayatın ben çok önemli bakıyorum dedi oldu. Ben boğuşum. Bu şişe çoğalı demekçi. Ha baba, çıkıp gelsek işince sakın, sen suyuna gideceksin. Biz suyuna dada seni de bak. Oy da. Kız babayı. Diye. Bir toyum oldu ya. Ha baba. Ha dada. Ha baba. Doğan günün mübarek olsun. Sen bizim bakımında, okutumunda nurgun yapacaklar. Ben sana, günün selamet ömrü olsun diyorsun. Uzun sen suymadı. Uf, acaba hoş aklımaydı birden teniş oturuş falan. Oy, aka, maldın mı? Ben maldım. Tügen mi gayret kılıncı mı dağa? Makul. Dada. Şu hazır kışında pul yok. Lekin bu ayda çokum tırışıp işlep mukafat pulum bilen maaşımı alaman. Nim demekçisən balam? Demekçi boğulum, ben senin şartlarına koşuldum da. Şundaqmı? Yaxşı oldu balam, yaxşı oldu. Lekin yanında pul yok. Ağzındaki gap bilanlı qoşulmoqchimisan balam? Yo'q. Qandaq bo'lishdan qat'iy nazar cho'qim bu oy tirishib ishlab mukofot pulim bilan maoshimni elib qo'lingga topshirman. Mahmush bir qitim bo'lsin ishni dada. Oy, aka, qara mına. Qaysar sening shartingga ko'nibdi. Nimdiga yaxshi. Men sana ishonman Qaysar. Sen cho'ng ishlarni qila olaysan balam.
Dada. Dada. Bir yıl bo'lsin. 3 oy vaqt chiqib qoldi ekan. Hamısı 6 ay bo'lsin. 3 ay bo'lsin bo'ldi. Rasma qizim. İxtiyoranch bo'lsin. Sizning baxtingizni ko'rishdan boshqa nima armonim bor? Yoshliqsiz qilyapting-ku dada. Yashaysiz. Cho'qim yaxshi yashashingiz kerak. Oy. Berna? Yaxshimi aka? Ha, keldingizmi bulam? Berna? Limanda chiqmaslar bu. Dada, men bundan ikkinchi sizlar bilan musha o'tirman. Ha? Rasma? Uy, rostmi shu o'tiramiz qizim? Rast. Akşam kecha jiq o'ylashib oxirimish qaror keldim. Shunga jasur bo'lgan arzongiz qaytirgan dada bulamdi. Ha, ma'qul. Biroq bolam siz rost shunda qila olamsiz ya? Ha, qila olayman. Biroq men shunda qilsam, siz jasur bilan o'zingiz kelisha olasizmi? Kelishib olma. Hammasi bilan kelishib olma. Ey Parvar. Ha? Mushi ishni tabriklab, toza yaxshi bir nashta qilaylik hammamiz. Voy, Juringlar. Bulida aka, bulida. Shunday qilib Raslan 3 oydan keyin qaynakam bo'lgan bo'ldimi? Teyiqingni yavanma yana. Gap so'zingga diqqat qil, ha? Qanday qilamiz? 3 oy bardashib bera olamizmi acha? Bilmadim. Meningcha haqiqiy jang endi boshlangandek qilib turdi. Jang? Berna? 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 Abla. Berna. O'yinchi tutdi. Naki tutdi? Qarag'anda bizni uy ketgan o'xshadi. Sizlar oydimi? Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, chiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Apa, men keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'ygi suti atgan cheyi yedingdan onamning mehrli ketini topaman. Huzur to'ygi suti atgan cheyi. Ayollar gulga o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, saqliq, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Susimish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari.
Qalğaç markalık sopun paraşütü vətən hər gün çıxırdı. Vay neminə? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilindin tapalmasın cay Cilveger gülnüm tikini bürge Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay Cilveger gülnüm tikini bürge Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay Kısmetler hemmige okşaşta kiyin Özgermez hakikat hayat ve hamam Kendinde memnunluk bulsun barışıge Hiç kimge itibar kılmadan hayat Kısmetler hemmige okşaşla qiyin Hiç kimge itibar kılmagan hayat Qanaat baxtdur baxit qanaat Esingdin ketmisin shu oddiy savol Kısmetler hemmige okşaşta qiyin Özgermez hakikat hayat ve hamam Kendinde memnunluk bulsun barışıge Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kısmetler hemmige okşaşla qiyin Hiç kimge itibar kılmagan hayat Qanaat baxtdur baxit qanaat Esingdin ketmisin shu oddiy savol Esingdin ketmisin shu oddiy savol